Tasavvur qiling, bir oy davom etgan sabr, ibodat hamda o'zini tarbiyalashdan keyin keladigan eng quvonchli kun. Bu Ramazon hayiti. Ramazon hayiti muqaddas Ramazon oyi yakunida nishonlanadi. Bu oy davomida musulmonlar tongdan to quyosh botgunga qadar roza tutishadi, ibodat va yaxshiliklar qilishadi. Ramazon hayitining tarixi 7-asrga, ya'ni Muhammad alayhisalom davriga borib taqaladi. Aynan o'sha paytdan boshlab bu bayram musulmonlar orasida keng nishonlana boshlagan. Hayit kuni musulmonlar hayit namozini o'qish uchun masjidlarga yig'ilishadi. Bayramdan oldin esa fitr sadaqasi beriladi. Bu muhtojlarga yordam berish uchun qilinadi. Bugungi kunda Ramazon hayiti dunyoning o'nlab mamlakatlarida 1 milliarddan ortiq musulmonlar tomonidan nishonlanadi. Bu kun kechirim so'rash, yaqinlarni ziyorat qilish, mehr ulashish hamda xursandchilik qilish kunidir. Zero Ramazon hayiti nafaqat ro'zaning yakuni, balki sabr, mehr va birlik bayramidir. Barchangizga Ramazon hayiti muborak bo'lsin.